Bobur yurt sog'inchi bilan yashagan shoh va shoir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. U juda yoshligida katta mas'uliyatni zimmasiga oldi va 1494-yilda 12 yoshda taxtga o'tirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki yuragi nozik, so'zi o'tkir shoir edi. U qisqa ammo sermazmun hayoti davomida ilm, adabiyot va adolat yo'lida yashadi. Bobur yoshligidan sinovli taqdirni boshdan kechirdi. Taxt, janglar, g'alaba va mag'lubiyatlar uning hayot yo'ldoshi bo'ldi. Ammo Boburni buyuk qilgan jihat uning yurtga bo'lgan cheksiz muhabbati edi. Vatandan yiroqda, begona diyorda yashar ekan, yuragida Andijon, Movaru Nahr, ona tuproq sog'inchi bir lahza ham so'nmagan. Bu sog'inch uning she'rlarida, ruboiylarida va Boburnoma asarida chuqur aks etadi. Bobur uchun yurt faqat yer emas, balki bolalik xotiralari, ona tili, milliy ruhi edi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil 26-dekabrda vafot etdi. U bu dunyoni tark etdi, ammo uning nomi, so'zi va yurtga bo'lgan muhabbati tarixda abadiy qoldi. U Hindistonda qudratli saltanat barpo etsa-da, qalban o'z yurtida yashadi. Bobur ijodi bizga shuni o'rgatadiki, inson qayerda bo'lmasin, agar yuragida vatan bo'lsa, u hech qachon ildizsiz bo'lmaydi. Bobur sog'inchini so'zga, dardni adabiyotga aylantira olgan buyuk siymo.